ona bolaga nima deb baho bergan bo'lsa, butun jamiyat shunday baho berar ekan. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q ekan. Masalan, siz ota-onangiz sen zo'rsan degan bo'lsa, butun dunyo sen zo'rsan deyaverar ekan. Masalan, men o'zimga ota-onam bolaligimda sen eng zo'rsan deyishdi. Va shuning uchun menga hozirgi kunda butun jamiyat sen eng zo'rsan deydi. To'g'risi. Agar ota-onam shu hisni menga bermaganida, sen zo'rsan demaganda, hozir bunaqa bo'la olmasdi. Buni men nima uchun aytyapman? Hozir biz eshitib turgan otalar, onalar bolalaringizga sen zo'rsan deyishni unutmang. Bir og'iz ishonishni, o'sha bolangiz zo'rligini tan olishni unutmang. Chunki siz bergan hamma narsani ertaga butun jamiyat o'sha bahoni beradi. Ota-onasini ko'ngli to'lmadimi, boladan butun jamiyat undan ko'ngli to'lmaydi. Samoatsenka, ya'ni o'ziga bo'lgan bahoni ota-ona beradi bolaga. O'shani ota-ona yaxshi bersa, bo'ldi, u bola muvaffaqiyatga erishib ketadi. Bolani yaxshi bo'lishi ham, yomon bo'lishi ham faqat ota-onaga bog'liq. Shuning uchun bolani emas, ota-onani tarbiyalash kerak. Bizda hozir bilasizmi? Jamiyatni tarbiyalashimiz kerak deydi-ku hamma. Jamiyat tarbiyalash kerak emas. Jamiyatni tarbiyalashi, onani tarbiyalashdan boshlashimiz kerak.